o'zini ajali bilan o'ldi. O'lgan yaxshi bo'ldi. Dard berganda chidardim bolam. Bir necha kundan burin ijtimoiy tarmoqlarda aylanayotgan videolarning ichida Avazbek Koreya ehson yig'uvchi yigit hamda uning o'sha Koreyada birga ishlaydigan Sherzod degan ismli yigit Koreyada Nozima ismli qizni o'ldirgan deb aytilmoqda. Balki o'ldirmagandi, buni hali aniq tagiga yetilgani yo'q, lekin Nozimadan topilgan izlar unga nisbatan kuch ishlatilgan deb hisoblanyapti. Chunki uni ko'rganlar shunday deb aytishyapti. Onasi ham rasmlarni ko'rsatdi. Mana bu ko'rib turgan rasmdagi qiz Nozima bo'ladi. Yuzlarini ko'rib turibsizlar o'zingiz. Nima deb o'ylaysizlar? Kim o'ldirgan bo'lishi mumkin? O'zini ajali bilan o'ldi. O'lgan yaxshi bo'ldi. O'lsa o'ldi, ko'mdi, bo'ldi. Deyla qolganni endi. Nima bizga sakraysizlar, pul olmagan qilib sakraydi. Yo'q, men unaqa unisi bilan umuman ishim yo'q. Unisini sizlar oldinglar demadim. Yaxshilik qilgansizlar, rahmat deyman. Prosta burnini, masalan, tanalari shuncha jarohatlarni pasol gaplar. Aytmagan deyishyapti. Pasol gaplar. Nimaga yordam bergan odamlar hozir sherik bo'lib chiqish kerak? Nimaga? Endi o'zini osishdan oldin balkim bola bilan mushtlashgandir, bola urgandir. Endi har xil vaziyat bo'ladi, uni osib qo'ygan deb urmagan. Yuvgani kirdim. Men yuvgani kirdim. Men Allohdan qo'rqaman. Sizlardan bandalardan emas. U badani nimaligini men aytmayman. Kallangiga qo'y aytmayman. Tushundingmi? 5 ta bolam bor meni. Men o'lganni na jeydi, na ishladi, na boshqa ovozimni yozib ol hammang. Aytmayman. Gaping bo'lsa, через посольство, через politsiya kelib meni so'rashlaring. Tushundilaringmi? O'tirib olib, kimga qanday tushunmaganlar savol beringlar yana. Shotlariga qarab poloch sho'radi, burni qonatdi. Burnini tekshirib aytdi. Rasm ko'rib aytyapman, men sizga qarab, chotimga qarab gapirmay, o'zini ko'rmaysizmi kelib. Sizga nima? Sizga gapirmayapman men. Nimaga Biz ham o'zbekmiz. Biz ham o'zbekmiz. Nima yuvgani kelmadi?